Momaqaldiroqlar filmi premyerasi, tugamaydigan forsaj, yuragi bo'shlar uchun temir yurak, James Gunn Supermanning kostyumi, qayta tug'ilgan Daredevilning o'rgimchak odam bilan ikkinchi mavsumi, Harry Potter serialining to'liq aktyorlar tarkibi kabi yangiliklar bilan Off Movies yangiliklari. Marvel kino olami uzoq kuttirishlardan so'ng o'ziga qaytdi va juda ajoyib film taqdim etdi. 2-may kuni Marvel Thunderbolts, ya'ni Momaqaldiroqlar filmini premyera qildi. Filmda sizni uzun zerikarli suhbatlar emas, balki action sahnalar ko'proq kutmoqda. Film biz Marveldan kutayotgan epic comebackni amalga oshirdi deb bemalol ayta olamiz. Undan tashqari sifat yuqori darajada va so'nggi yillardagi film va seriallardagi kabi rang-barang bayroqlilar propagandasi qo'shilgan bo'lsa ham asabga tegadiganchalik emas. Sizlarga filmni spoiler qilish niyatidan yiroqman. Undan ko'ra tez kunda Thunderbolts filmini ko'rgungacha bilishingiz kerak bo'lgan voqealar va narsalar to'g'risida video tayyorlashimni e'lon qilaman. Daredevil Born Again, ya'ni qayta tug'ilgan seriali birinchi mavsumi o'z nihoyasiga yetganiga biroz bo'ldi. Serial yaxshi chiqqan, lekin butun serial davomida negadir action sahnalar kamday tuyulaveradi. Ammo buning uchun Marvelni tushunsa bo'ladi. Suratga olish ishlari bekor qilinib, keyin yana qayta suratga olinib, serial efir yuzini ko'rish ham oson bo'lmagan. Muhimi, Marvel ikkinchi mavsumni suratga olishni boshlaganini xabar berdi va ikkinchi mavsumda action sahnalar ko'proq bo'lishini bildirdi. Qiziq taxmin, Daredevil Born Again serialining ikkinchi mavsumida Tom Holland o'rgimchak odam ishtirok etishi mumkin degan internetda mish-mishlar paydo bo'ldi. Bunga sabab birinchi mavsum yakunida Matt Murdock bizga armiya kerak deydi va serial so'nggi o'rgimchak odam musiqasiga o'xshash fon bilan yakunlanadi. Batafsil tafsilotlar bilan esa alohida videoda gaplashamiz. Bu musiqalarni sizga YouTube'da qo'yib bera olmaymiz. Videoni bloklab qo'yishi mumkin, ammo Telegram kanaliga o'tsangiz, u joyda ikkala videoni ham yuklab qo'ygan bo'lamiz. Havola pastda yoki mana bu QR kod orqali o'tishingiz mumkin. Menimcha bizni mavsumning eng zo'r horrorlaridan biri kutmoqda. Warner Bros. Weapons Qurollar nomli film treylerini taqdim etdi. Kino mantig'i bolalarning yo'qolishidan iborat. Kechasi bolalar uyg'onib shunchaki ketib qolishadi. Agar horror janriga qiziqsangiz, 8-avgust kuni film namoyish etiladi. Ammo siz jangari va komediya janrini yoqtiraman desangiz, 2-iyul kuni sizni ajoyib jangari film kutmoqda. Heads of State, davlat rahbarlari. Film treyleriga qaraganda juda qiziqarli va kutilmagan burilishlarga boy. Filmda davlat rahbarlari terrorchilarga qarshi tirik qolish uchun kurashadilar. Treylerdan ko'rishimiz mumkin, ularning bir-biriga bo'lgan raqobati filmni komedik janriga olib chiqadi. Biz sevgan yana bir film, Ustasi Faranglar 3-qism. To'g'risini aytaman, ushbu filmning 1 va 2-qismlarini ingliz tilidan umuman xabarim yo'q paytda tomosha qilganman va men bu filmlarning nomi rostdan ham Ustasi Faranglar deb o'ylardim. Ammo ingliz tilida ko'rgan filmlarimni qayta tomosha qilib chiqishni boshlaganimda ne ko'z bilan ko'rayki, bu filmning nomi Ustasi Faranglar emas, balki Now You See Me, ya'ni endi meni ko'ryapsiz yoki ko'rasiz ekan. 3-qism nomi esa Now You See Me, Now You Don't deb belgilanibdi o'zbek tilida. Endi meni ko'ryapsiz, endi esa yo'q. Menimcha chiroyli nom. 3-qismda eski filmdagi asosiy qahramonlarning deyarli barchasi qaytishadi. Hattoki 1-qismdagi 4 chavandozning qiz bola a'zosi Henley rolida Ayla Fisher ham. Esingizda bo'lsa, 2-qismda biz bu personajni ko'rmaganmiz. Uning o'rnida 4 chavandozning qiz bola a'zosi sifatida Lizzie Kaplonni Lula rolida ko'rganmiz. Ammo 2-qismdagi karta bilan bo'lgan tryuklar Lizzie Kaplon bilan chiroyli bo'lgan edi. Qaysi aktrisa va personaj ko'proq ma'qul? Sizga izohlarda jang maydoni muntazir. Shohruxxon Marvel kino olamida. Internetda mish-mishlar paydo bo'ldi. Unga ko'ra, kelajakdagi proyektlarda Shohruxxonga Marvel tomonidan taklif jo'natilishi bo'yicha suhbatlar olib borilmoqda va agar Shohruxxon Marvelga qo'shilsa ham, Doomsday'da chiqmasligi mumkin. Unutmang, bu hozir shunchaki mish-mish. Afsuski, Marvel uzoq bekor qilishlardan so'ng Ironheart, ya'ni Temir yurak serialini chiqarishga qaror qilibdi. Bu serial eng uzoq vaqt davomida efirga chiqarilmagan seriallardan biri bo'ldi. Salkam 2 yil mobaynida ushbu serialni chiqarmaslik qarorida yoki qayta ishlash jarayonida edi. Endi esa chiqarishga qaror qilishibdi. Ushbu serial ham Marvelning so'nggi yillardagi kalla qo'yishlari qatoridagi serial ekanini hisobga olsak, serialni muvaffaqiyatsizlik kutib turgani aniq deb o'ylayman. Ba'zi fikrlarga qaraganda bu serialni fantastik to'rtlik filmidan biroz avval chiqarishadi. Muxlislar muvaffaqiyatsizlikni uzoq vaqt his qilmasliklari uchun xuddi Kapitan Amerika 4 filmining muvaffaqiyatsizligini Thunderbolts filmidan keyin unutganimizdek. Fantastik to'rtlik haqida gap ketar ekan, Marvel ushbu film uchun to'laqonli treylerni taqdim etdi va treylerda ko'plab detallarni, shu jumladan Galactus, ayol kumush surferni ko'rsatdi.
Fantastik to'rtlik yondosh olamlardan biridir. Lekin Doomsday aktyor va aktrisalar tarkibini ko'rsak, Fantastik to'rtlikdagi barcha 4 ta aktyorlar va aktrisalarning ism familiyasi mavjud. Bundan kelib chiqadiki, ular asosiy kino olami, ya'ni 616-olamga qachondir qaysidir yo'l bilan o'tishadi. Ular qachon asosiy olamga o'tishini men bilaman. Spoiler qilish niyatim yo'q. Alohida videoda spoiler ogohlantirishi bilan gaplashamiz. Jeremy Renner Lochin Coast serialining 2-mavsumida rol o'ynashni rad etdi. Bunga sabab studiya Jeremyga 1-mavsumda olgan gonorarining yarmini taklif qilgani bo'lgan. Jeremyning aytishicha, men kechirasizmi? Nega? Meni avtomobil urib ketgani uchun meni faqat yarimta Jeremy deb o'yladingizmi? Eshitgan bo'lsangiz, 2023-yilda Jeremy Rennerni o'zining qor quraydigan mashinasi bosib ketgan edi va u uzoq muolajalardan so'ng oyoqqa turgan. Shuningdek, Jeremy Renner Clint Barton personajini yaxshi ko'rishini va istalgan payt bu rolga qaytishdan xursand bo'lishini bildirgan. Ammo mashina bosib ketganligi sababli gonorarni kesilishi bu rozi bo'ladigan taklif emasligini ham aytgan. HBO Harry Potter seriali uchun asosiy rollardagi aktyor va aktrisalarni hali ham e'lon qilmagan bo'lsa-da, fan casting va mishmishlar allaqachon asosiy rollar egalarini aniqlab bo'lishdi va Papa Essiedu tufayli yuzaga kelgan shov-shuvni umidsizlikka aylantirdi. Sababi HBO tomonidan ishlab chiqariladigan Harry Potter serialida Severus Snape rolida Papa Essiedu, Albus Dumbledore rolini John Lithgow, Minerva McGonagall, Janet McTeer, Hagrid, Nick Frost, Professor Quirrell, Luke Talon va Argus Filch Paul Whitehouse'lar ijro etishi mumkin. Bu ma'lumotlar qanchalik to'g'ri, HBO rasman xabar yoki treyler chiqarganida bilib olamiz. Wednesday serialining 2-mavsumi horror janrini eslatuvchi teaser bilan e'lon qilindi. Teaser nihoyatda go'zal ishlangan va u Wednesday serialiga qiziqadigan odamni o'ziga jalb qilmay qo'ymaydi. Farsaj hech qachon tugamaydi. Dominic Toretto bu bizning oxirgi poygamiz degancha mana 10 ta qism o'tkazib tashladi. Ana endi esa 11-qism chiqishi kutilmoqda. Daniel RPK xabariga ko'ra, Farsaj 11 uchun asosiy yovuz qahramon roliga aktyor qidirilmoqda. Studiyada hozirgi kunda ba'zi g'oyalar mavjud. Ular Anthony Hopkins kabi aktyorlar, ammo agar yoshroq aktyor kerak bo'lsa, Keanu Reeves yoki Hugh Jackmandek aktyorlarni qarab ko'rishar ekan. Esingizda bo'lsa, Farsaj filmining 10-qismida barcha asosiy rollardagi personajlar vafot etgandek ko'rsatishgan edi. Ba'zilarini samolyotda urib tushirishgan. Ba'zilari avariya bo'lgan. Toretto esa o'g'li bilan ko'prikdan sakragan edi. Ularni qanday omon qoldirishar ekan, 11-qism chiqsa bilamiz albatta. James Gunn Superman'ning kostyumi ko'rgazmada ko'rsatildi va bloger va jurnalistlar uni yaqindan rasm videolarga olib tarqatishdi. Ulardan ba'zilarini ekraningizda ko'rib turibsiz. Yaxshiroq va tiniqroq versiyada allaqachon Telegram kanalda joylab qo'yganman. Shu bilan so'nggi 2 haftadagi biz qiziq deb topgan kino yangiliklari va mishmishlar shular. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Charchamang.